Dunyodagi eng xavfli maxfiy razvedka xizmatlari qaysilar ekanligini bilasizmi? Birinchisi Markaziy razvedka boshqarmasi, AQShning eng qudratli razvedka xizmati bo'lib, u 1947-yilda tashkil etilgan. CRU turli davlatlarda davlat to'ntarishlarini tashkil qilgan. Masalan, 1953-yilda Eron, 1973-yilda Chili, 1980-yilda Nikaragua. Kubada Fidel Castroni o'ldirish uchun 600 dan ortiq urinish qilgan. CRU barcha aloqa vositalarini kuzatish texnologiyasiga ega, shu jumladan telefon qo'ng'iroqlari va ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadi. Ikkinchisi Mossad, Isroilning maxfiy razvedka agentligi bo'lib, dunyoning eng samarali josuslik tashkilotlaridan biri hisoblanadi. Mossad 1960-yilda natsist Adolf Eichmannni Argentinada yashirincha tutib, Isroilga olib kelgan. Erondagi yadro dasturi ustida ishlayotgan ilmiy tadqiqotchilarni o'ldirgan va yadroviy markazlarni portlatgan. Mossad Isroilning raqibi bo'lgan har qanday guruhlarning rahbarlariga suiqasd qilishda juda tajribali hisoblanadi. Uchinchisi Mi-6, James Bondning ilhom manbai. The name's Bond. Britaniyaning Mi-6 xizmati dunyodagi eng qadimiy maxfiy xizmatlardan biri bo'lib, 1909-yilda tashkil etilgan. Ikkinchi jahon urushida natsistlarga qarshi maxfiy operatsiyalar olib borgan va Britaniyaning g'alabasiga katta hissa qo'shgan. James Bond filmlari Mi-6 asosida yaratilgan. Haqiqiy Mi-6 agentlari esa Bond filmlaridagi kabi o't ochmaydi, balki aql bilan ishlaydi. Mi-6 ko'plab davlatlarda razvedka tarmog'iga ega va AQSh bilan hamkorlik qiladi. Siz qaysi razvedka xizmati eng kuchli deb o'ylaysiz?